Endigi naborimizga sizlar bitta qaranglar, buni nimaligini aytinglar o'zinglar. Men tilim kelmayapti уже. Bizada yangilik yana bittasi chiqdi. Detskiylar, вообще шикарный. Buni men sizlarga sifatini men tushuntirib bera olmayman. Buni kelib, ushlab ko'rib nimaligini bilishinglar kerak. Hech narsasi yopishtirilmagan mana. Ustidagi hech narsa yopishtirilmagan. Bular vishivka urilib tikiladi va hech qachon qo'porilib ketmaydi. Bu qanaqadir ertak. O'tgan safar ham aytgandim, bog'da mana bu romashkalar, savatchada gullar juda ham chiroyli qilingan. Mana bu sizlar e'tibor qaratinglar, buni yonidagi dekoratsionniy yostiqchasiga, ichida dekoratsionniy mana shunaqa quloqchali, quyonchali yostiqchasi ham bor. Achomlab yotishga bolaga bitta nalochkasi bor. Sifati premium chiqqan qizlar, tezda ulgurib olinglar. Polniy nabor bu. Sifati juda a'lo. Yuvib rosa ishlatasizlar. Bir kishilik qizlar. Narxi bilan lichkaga yozsanglar yozib yuboraman. Bir kishiliklarga to'g'ri keladi. Juda ham sifati zo'r qizlar. Rosa dahshat chiqqanda. Hozir qizchalarniki ham chiqadi. Ularni ham kutib turibman. Buni sifatini qaranglar. Ichi ham ranforce bilan qoplangan. Juda ham sifatli. Maza qilib ikki tomonlama ishlatasizlar. Prostinasi ham razmerlari katta chiqqan. Maza qilib ishlatasizlar qizlar. Kim buvijon, bobojonlar bo'lsa, chetda ishlaydiganlar ko'pincha menga iltimos qilib yozadi. Zo'r naborlaringizdan nevaralarimga dastavka qildirib bering deb. O'sha xohishinglarni eng zo'ri va zo'rini qoplab jo'natsanglar bo'ladi. Chunki juda ham chiroyli.